Ha, Demak, darsda boshida asosiy tushunchalarni o'rganib chiqdik. Endi shu tushunchalardan foydalanib bitta model yasab ko'ramiz. Unchalik qiyin bo'lmaydi. O'sha boshlanishiga birinchi darsga moslashgan bitta kichkina robotni modelini yasab ko'ramiz. Hop. Buning uchun nima qilamiz? Buning uchun demak, mana kubimiz shu joyida turadi. Faqat buni ozgina razmerini ozgina kichkinaroq qilib, razmerini kichkina qilish uchun S harfini bosamiz va mishkani originga, ya'ni mana oranjiviy rangdagi nuqtaga yaqinlashtirsam kichkinalashadi. Demak, buni ko'rgandik. Undan uzoqlashtirsak kattalashadi. Demak, ozgina kichkinaroq qilib, hozir to'g'ridan front viewdan qarab turibman, ya'ni raqamlar tomonidan bir raqam bosilgan. Bunday qilsam bu perspektiv ko'rinish hisoblanadi, ya'ni erkin ko'rinishda bu. Endi keyingisi Shift A ni bosib yangi obyekt qo'shamiz. Mana to'rtburchak bu. Xullas, bunaqa shaklda qilmoqchimiz robotni. To'rtburchakning ustida boshi bo'ladi. Bu yoqda bitta aylana, ya'ni yelkasi bo'ladi. Bu yoqda qo'li bo'ladi bitta. Bilagi. Bu yoqda bitta to'rtburchak qo'lini davomi, qo'lini kafti, ya'ni. Hop, bu yoqdan demak gavda qismini davomi bo'ladi. Ikkita bu yoqdan oyog'i tushyapti endi. Oyog'iga mana silindrdan qilamiz. Mana ikkita oyoq, ya'ni bu yoqqa bitta to'rtburchak, ya'ni kubdan foydalanamiz. Biz umumiy ko'rinish shunaqa robot yasaymiz. Demak, hop. Endi boshladik. Demak, bosh qismiga biz bu yoqda mesh bo'limidan foydalanamiz hozircha. Mesh bo'limidan bizga UV sphere, ya'ni sfera, sharikdan foydalanamiz. S bilan kichkina qilamiz. ya'ni G bilan Z ni bosib tepaga chiqaramiz. Ya'ni Z o'qi bo'yicha tepaga surdim. Uni sal kattaroq qo'yamiz boshini. Mana shunday qilib. Endi bunga bo'yin qismi kerak bo'ladi. Bo'yin qismiga silindrdan foydalanamiz. Agar juda ham uzun bo'lsa, buni ozgina kaltalashtirsak ham bo'ladi. SZ qilib bo'yini kaltalashtirdik, bo'ynini. Hozircha shunaqa ko'rinishda. Endi buni ikkita yelkasiga mana bunaqa sharik shaklida yelka qismlarini qilamiz. Uning uchun yana Shift A ni bosib alohida obyekt qo'shib o'tirmayman. Osonroq shu sahnani o'zidagi obyektdan nusxa olishimiz mumkin. Ya'ni shuni o'zini kopiya qilsak bo'ladi. Uning uchun nusxa olish uchun hop Shift bilan D ni bosamiz. Shift, ya'ni qo'shib bosiladi D. Shunda nusxa oladi. Hop. Obyektni tanlab olaman. Shift D ni bosib, men buni bu yoqqa olamiz mana. Mishka bilan o'zi siljiydi. Mishkani chap tomonini bossak, o'sha joyga qo'yadi. Buni kichkinalashtiramiz. Buni bu yoqqa yopishtiramiz endi. Mana bu joyga qo'yamiz. Hop, endi mana silindrdan yana foydalanamiz. Shift D qilib silindrni bu yoqqa olib, xuddi shu turishida yoki mana bunaqa ko'rinishda R, Y 90 qilib mana bu tomonga burib olamiz. To'g'ridan qarab
Bu yoqqa qo'shamiz. Agar kaltalik qilsa, mana tegmay qolsa, s x qilib cho'zamiz ozgina. Buni ozgina kattaroq qilsak ham bo'lar ekan. Endi xuddi shuni, demak, silindrini, mana silindrni olib, shift D qilib bu yoqqa qo'yamiz. Maqsad endi bilak qismini yasash. S bilan shift Z ni bossak, ham X o'qi bo'yicha, ham Y o'qi bo'yicha qisib beradi. Ingichkalashtirib beradi. Buni bu yoqqa qo'yamiz. Endi xuddi shuni yon boshiga qarab kopiya olamiz. Shift D, Z qilib pastga tushirdim. S bilan sal kattaroq qilamiz. SZ qilib kattalashtiramiz buni qo'lini. Bu yoqqa buramiz. Bu yoqqa qo'ydik. Endi buni qo'l qismi, ya'ni kaft qismi uchun mana bundan qo'yib qo'yamiz yana. Bu juda hozir detalli bo'lish shart emas, boshida shunaqa narsalarni yasab o'rganamiz. Endi mana qo'li tayyor bo'ldi. Endi bizda tayyor qo'l bor. Endi buni hammasini, demak, bitta obyektni tanlab, qolganlarini shift ni bosib, mishkani bossak, chap tomonini shift D qilib bu yoqqa ko'chiramizda, xuddi shuni. Mana qismini, ulangan qismini bu yoqqa surib qo'yamiz. Ya'ni bu yoqqa alohida yasab o'tirmaymiz. Xuddi o'sha qismdan kopiya olib qo'ysak bo'ldi. Endi keyingisi, mana shu kubni o'zidan shift D qilib kopiya olib, ozgina kichkinalashtiramiz. Demak, S Z qilib ingichkalashtiramiz pastga, mana bu joyga qo'yamiz. Va ozgina kichkina bo'lib qoldi. Yana xuddi shuni o'zidan S bilan shift D bilan kopiya olib, endi buni ozgina kattalashtiramiz bu yoqqa. Bu yoqqa ulaymiz. Bo'ldi. Endi buni oyoq qismlarini yasaymiz. Oyoq qismlari uchun mana bu joydagi silindrdan shift D qilib foydalanamiz endi. Demak, bu yoqqa qo'yamiz. S bilan ozgina kattalashtiramiz. Mana bu joyga qo'yamiz. Xuddi shuni o'zini shift D qilib S kattalashtiramiz S bilan va SZ qilib cho'zamiz ozgina. Hop. Endi oyoq qismini o'zini yasaymiz. Shift D qilib shu kubdan o'zidan olamiz. SX qilib ingichkalashtiramiz. SY qilib ozgina bu tomonga ham kichkinlashtiramiz. Bu yoqqa suramiz. Bu yoqqa surib qo'yamiz. Endi oyoqlari tayyor bo'ldi. Xuddi shuni shift D qilib bu yoqqa kopiya qilib qo'yamiz. Hop. Shift D bu juda ham muhim narsa, ya'ni sahnadagi, ya'ni ishchi oynadagi tayyor obyektdan nusxa olib, ishimizni ancha tezlashtirsak bo'ladi. Demak, shift D ni saqlab qo'yamiz yoki yozib qo'yamiz biror joyga. Nusxalash. Hop, shift D ni ko'rdik. Undan keyin S plus shift Z ni qo'yib ingichkalashtirdik silindrni. Buni darsda ko'rmaganimizdan mana shu narsa bo'ldi. Qolgan narsalarni darsda ko'rgandik. Faqat kopiya olishdan asosan foydalandik. Boshida o'sha bir marta kub bilan
silindr и sfera qo'shib olib, shunaqa qilib shu tarzda modelni yasab chiqdik. Endi yana bitta muhim qoida, yasab bo'lgan modelimiz doim shu narsa biz uchun odat bo'lishi kerak. Mana qizil chizig'ini, ya'ni X va Y o'qlarini ustki qismida turishi kerak. Mana bunaqa cho'kib qolgan, pastga tushib qolgan holatda bo'lmasligi kerak. Chunki keyinchalik boshqa obyektlar, ya'ni yasalganda, modellar yasalganda bitta sahnada hammasi bitta chiziqda turishi kerak. Shunda ishimiz tartibli bo'ladi. Endi buni to'liq belgilab, inchka bilan G, Z qilib tepaga chiqaramiz. Va mana qizil chiziqni ustiga qo'yib qo'yamiz. Xo'p, xohlasak, xuddi shuni bu yoqqa surib, buni bu yoqqa qo'yib turib, burib turib, RZ qilib. Xuddi shundan kopiya olib qo'ysak ham bo'ladi. RZ qilib bu yoqqa. Ikkita robot bo'ladi. 2 ta, 3 ta, 4 ta buni ko'plab qilishimiz mumkin. Xo'p, endi buni tayyor bo'lgan modelimizni saqlanib qilamiz, ya'ni saqlab qo'yamiz. Agar saqlamasdan chiqib ketib qoladigan bo'lsak, bu proyektimiz o'chib ketib qoladi. Demak, buni saqlash uchun birinchi file tugmasini bosamiz. File menyusini save qilamiz, ya'ni save tugmasini bosamiz va o'zimiz bunga bitta papka ochishimiz kerak. Misol uchun men рабочий stoldan papka ochishim uchun mana bu joyda plyusni bosaman. Plyusni bosib papkani nomlayman. Ya'ni Blender darsi. Buni ichiga kirib, mishkani 2 marta bosib, endi faylni nomlayman, robot deb. И save blender file qilamiz. Va endi fayldan chiqib ketsak ham bu saqlanib qoladi. Bunda hozircha shu narsa, keyingi darsda murakkabroq bo'lgan modellarni yasashni ko'ramiz. Model yasash bundan ham osonlashadi, xudo xolasa. Endi keyingi darsda ko'rishguncha, bu darsni qayta ko'rib tushunmagan joylar bo'lsa, bemalol Telegramdan yozsanglar, tushuntirib beraman tushunmagan joylarni. Mayli, charchamanglar.